Fahrenheit bo'yicha 451 gradus. Ray Bradbury. Asar 1950-1953 yillar oralig'ida Los Anjelesda yozilgan. 1953-yil Amerikada Bellantini Books nashriyotida chop etilgan. Ilmiy fantastik, distopik, falsafiy roman hisoblanadi. Fahrenheit bo'yicha 451 gradus. Bu kitob qog'ozi yonib ketadigan haroratni anglatadi. Asar 40 dan ortiq tillarga tarjima qilingan. AQSh maktablarida eng ko'p o'qitiladigan va eng ko'p taqiqlangan kitoblardan biri. Asarda kelajak jamiyati tasvirlanadi. Bu davlatda kitob o'qish taqiqlangan. Ularni yoqish esa davlat siyosati darajasiga aylangan. Insonlar televizor, reklama va sun'iy zavqlarga to'la hayot kechiradi. O'ylash va his qilishni unutishgan. Asosiy qahramon Gay Mantek o't o'chiruvchi, ammo uning ishi g'alati. U yong'inni o'chirmaydi, balki kitoblarni yoqadi. Chunki hukumat fikrlaydigan insonlardan qo'rqadi. Bir kuni Mantek qo'shnisi Clarissa bilan tanishadi. U unga dunyoni boshqacha ko'rish, hayot ma'nosini anglashni o'rgatadi. Shu paytda Mantekning qalbida o'zgarish boshlanadi. U yashirincha kitob o'qiydi. Ularni yoqish o'rniga yashirib qo'yadi. Ammo hukumat uni kuzatadi. Uni uyi topiladi va kitoblari yoqib yuboriladi. Kitob bu insoniyatning xotirasi. Uni yoqish tafakkurni o'ldirishdir. Fahrenheit bo'yicha 451 gradus. Insonni o'ylashga, o'z fikriga ega bo'lishga da'vat etadi. O'qing, biz tavsiya etamiz.